أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi suhbatning temasi ko'rib turganinglardek din va dunyo munosabati dedik. Din va dunyo munosabati, bu munosabatni yaxshi tushunish uchun oldi bilan din va dunyo degan bu ikki atalg'uning ta'rifini tushunishga to'g'ri keldi yana. Dinning ta'rifi oldingi suhbatda biroz tushuntirilgan edi. Bu haqda qayta to'xtalmayman. Hozir dunyo degan atalg'uning ta'rifini tushunishga tirishamiz inshaalloh. Dunyo kalimasi arabcha bir so'z bo'lib, arabchadagi adna kalimasining muannas shaklidir. Adna kelimasini bizmi Uyg'urchada eng yaqin, eng tuvan, eng az degandek ma'nolarda qo'llanamiz. Masalan, eng adnasi bundaq bo'ladi, eng adnasi undaq bo'ldi deb. Eng adnasi undaq bo'lishi kerak deb. Adna muzakkar shakli va dunyo muannas shaklidir. Ya'ni men arabchada kelimalarningki er va ayol, kishi va erkak shakllari bo'ladi. Dunyo kishi shakli, adna erkak shakli. Undaqda dunyoning Uyg'urchadagi ma'nosi nima degan gap? Uyg'urchadagi ma'nosi eng yaqin hayot degan gap. Ya'ni oxirat hayotiga ko'ra hozir ne hayot bo'lg'achqa uni yaqin hayot deb atilishining sababi shu. Yana bir ma'nosi eng tuvan hayot degan bo'ladi. Buni jannat hayotiga solishtirganda yoki haqiqiylik va amaliy hayot nuqtasidan solishtirganda dunyo hayoti bilan oxirat hayotini, dunyo hayoti uyqu, xiyolga o'xshaydigan narsa, oxirat hayoti rasmiy hayot bo'lg'achqa, shu dunyo hayotini tuvan hayot deb atalgan, eng tuvan hayot deb. Yana bir ma'nosi eng qisqa hayot degan ma'nolarni bildirdi. Oxirat hayoti, mayli jannat bo'lsin, jahannam bo'lsin, u abadiy hayot, tugamaydigan. Bu dunyo hayoti qisqa hayot bo'lg'achqa, shuni eng qisqa hayot deb e'lingan. Dunyoning ma'nosi shu. Biz endi bir narsani eng yaqin deb sifatlasak, Uyg'urchimizda bir narsani yaqin deb sifatlasak, u narsaning eng uzoq bo'lganlarim bor degan ma'noda bo'ladi. Yaqin do'stim desak, yaqin bo'lmagan do'stim bor degan gap. Biz bir narsani eng tuvan deb sifatlasak, bu uning eng yuqori va eng oliy bo'lganlarim bor degan gap. Masalan, bu eng tuvan darajalik mol desak, ya'ni buning eng yuqori, oliy darajalarimi bor degan bo'ladi. Bir narsa eng qisqa deb sifatlasak, qisqa filmkan desak, buningdan uzun filmlar bor degan bo'ladi-ku. Eng uzun bo'lganlarimi bor degan ma'noni bildirdi. Demak, bu dunyo eng yaqin hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan boshqa hayotlarmi keladi demakdir. Agar bu dunyo eng tuvan hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan yuqori hayotlarmi keladi demakdir. Yuqori, uzun, abadiy hayotlarmi keladi demakdir. Bu dunyo eng qisqa hayot bo'lsa, bu dunyoning orqasidan eng uzun va abadiy hayotmi keladi demakdir. Undaqda biz yashayotgan bu dunyoning yaratquchisi Alloh tarafidan eng yaqin, eng tuvan va eng qisqa deb atalgan bo'lsa, bu dunyo Qur'onda chiqadi-ku, al-hayotud dunyo deb bu adlarning atab bergan atalg'usi bu. Alloh tarafidan shunday deb atalgan bo'lsa, bu dunyoni qanday tushunishga to'g'ri keladi? Bu dunyoni yaxshi ekan deb tushunamizmi yoki yomon deb tushunamizmi? Buningga javob topish uchun yana mushu dunyoni yaratgan qudratning bu dunyoni nima deb tushuntirishiga qarashga to'g'ri keladi. Xuddi har qanday bir mahsulotni tushunish uchun uning tushuntirish kitob chiqib bo'ladi-ku, shu kitobchiqqa qarashga to'g'ri kelgandeklar. Endi bu dunyoni yaratgan Allohning Qur'onda bu dunyoni tushuntirishiga asoslanganda, bu dunyoni asosan 3 qismga bo'lib tushunishga to'g'ri keladi. Asosan shunday. Yoki bu dunyoni 3 qirliq bir narsaga o'xshatib, 3 qirliq bir narsaning 3 yuziga o'xshatib tushunishga bo'ladi. Masalan, 3 qirliq bir narsa va shu 3 qirliq narsaning 3 yuzi.
yüzü. Bu dünyanın 3 yüzü hem de töndikiçe bölsek, birinci dünyanın ilmi yüzü. Çünkü dünya ilim, hikmet bilen tolgan dünya olganken dünyanın bir ilmi yüzü var. İkinci dünyanın nimet yüzü. Bütün bizning menfaatimizga yaratılgaçqa, naz nimetler bilen toldurulgaçqa, bütün narsalar bizning menfaatimizga ishlagachqa, bu dunyoning naz nimet yüzü var. Üçüncü bu dünyanın imtihan yüzü var. Bu dunyoga kelgandan keyin imtihonimizni berib, imtihondan o'tib, oxiratni rozi qilib, ya jannat qazandigan yoki Allohni norozi qilib, jahannam qazandigan bir ish bo'lgandan keyin bu dunyoning imtihon yüzü var. Shunday 3 turlik tushunishga bo'ladi. Endi dunyoning ilmiy yuzi insonni bu dunyoni go'zal va mantiqli tafakkur bilan o'qishgun deydi. Ey inson, bu dunyoni go'zal mantiqli tafakkur bilan o'qi deb amr qiladi. Ve neticede bu dünyadaki ilimler arkalık, ilimizgo, matematik, kimya, fizik, bu nurgun ilim sahaları açılıp gitti hazır. Bu dünyadaki ilimler arkalık insanı arif kılıdı. Ve Allah'ın isim sıfatlarını tunup çıkışka apırdı. Dünyanın ilmi yüzü. Dünyanın nimet yüzü olsa bu dünyadaki bütün nimetlerinin Allah'ın insanlığa boğan sevgisinin meyveleri ikenligini insanı his kıldırış arkalık, insanın Allah'ını söyüşüge yardımcı buludu. Ve Allah'ını söydürüş arkalık insanın şakir ve vefadar buluşu türtkü buludu. Şakir Kur'an'ı bir atalgı. Bu dünyada şu şakir yaşağalla cennetke kirdi, kafir yaşağalla cehennemge kitideydi. Şakir degen vefadar, Allah'ın şekur degen bir isim var, vefadar degen gep. Şakir buluşka mecburuz böyle. Şükür kılıdığan bende buluşka. Dünyanın imtihan yüzü olsa, insanın imtihanlardan muvaffakiyetlik ötüp, Allah'a boğan sadakatini ispatlaşıp fırsat verdi bu dünya. Şu imtihanlardan ötüp, muvaffakiyetlik ötüp, yüzümüzden sadık ikenligimizni, sadakatimizni ispatlaş fırsatı verdi. Xuddi mektepler o'quvchilarni ilim ve o'qish materiali bilan ta'minlagandan keyin ondan imtihan olgandek Allah'ı başta insanlarını ilim bilen ta'minlaydi, nimet bilen ta'minlaydi. Onundan keyin imtihan edip insanga imtihan meydanını sunudu ve imtihanını başlaydı. Ondaqda biz bu dünyanın ilmi yüzünü tushunishga tirishib baqayli. Üçkü bildik-ku, birinci yüzü ilmi yüzü dedik. Bu ilmi yüzü endi bugungi temamiz. Qarindoshlar, bu dünyanın her tarafı, her yeri, her parçası ve hatta her zerresi, atomlarga kadar ilim ve hikmet bilen tolgan. Mikro dünyadaki zerrelerden, atomlardan tatip makro alemdeki galaksilergacha hemma narsa, canlıq ve cansız hemma narsa özü bilen münasebetlik ve özgü uygun bir sistemi içinde işleydi. Ve öz vazifesini akıllarca, mükemmel bir şekilde ada kılıyordu hemma narsa. Allah subhanahu ve taala bu mezmununu ifadelep Sure İsra'nın 44. ayetinde şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lehu's semavatu's seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum innehu kana halimen gafura. Sadakallahul azim. Muş kainattaki 7 kat asman ve şu 7 kat asmanın içindeki kiçiknam yer şarı ve menfihin ve bu 7 kat asman içindeki ve yer şarıdaki her kim aqıllıklardan dağıtıdı hazır. Ve in min şeyin ve aqıllık bulmagan hemmi narsa. Dağı daraxtın tatip kurt qo'ng'izgacha, tuproqdan, toshdan, plastikdan aqlimizga nima kelsa, har qanday modda. İllaki yusabbihu bihamdihi. Hemmisi hem tesbih etidi, hem Allah'a hamd etidi. Qarindoshlar, bu tasbihni tushunish uchun tasbih sabaha yiltizidan chiqadi. Sabaha arabchada sibahat deyiladi, ma suv uzish san'atini. Suv uzishga usta bo'lgan odamlar suv uzgan vaqtida suvda bina to'sib olmaydi-ku. Suvga yumshoq bo'lgandan keyin to'salg'usiz mang'ida suv uzganlar. Shu sabaha to'salg'usiz mangan ma'nini bildirdi. Sabaha degan.
bu lug'atdagi bu ma'nodan yo'lga chiqqan vaqtida koinotdagi har narsa aqlliq va aqlsiz, jonliq va jonsiz, har qanday narsa, har qanday modda Allohga tasbih aytadi degan gap Allohning uningga buyruq qilgan amri farmonini to'salg'isiz ado qiladi degan gap. Ham Allohga qoyil bo'lgan holda, Allohni söygen holda, emri farmoniga to'liq bo'ysungan holda, Allohning azamatini, qudratini, saltanatini qabul qilgan holda, Alloh nima vazifa bergan bo'lsa, hech qanday to'salg'iga uchramay, shu vazifani 100% mukammal ado qilganni tasbih deyiladi. Aningdan keyin Allohga hamd sana, maqtash, olqishlar, alhamdulillah. Allah nima degan buyuksin deb olqishlar, maqtashlar bilan ibodat qilganning ismini hamd deyiladi. Hamd sana degan shu. Endi hamma narsa tasbih edadi ekan Allohga. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Lekin sizlar ularning tasbihini, aytgan tasbihlarini tushunmaysizlar deydi. Fiqh degan qonuniyat-ku, qonun ilmini fiqh ilmi deyiladi. Ya'ni ularning tasbih aytish qonuniyatini siz tushunmaysizlar. Aslida bir qonuniyat va bu olamda, bu dunyoda. Shu Alloh shu qonuniyatni sizni tushunsin deb yaratgan. Sizni bilish kerak deb yaratgan. Chunki biliminglar oshgan sari shu qonuniyatni sizlar tushensanglar, boshqa maxluqlarga o'xshash sizlarni tasbih aytishinglar va sizlarning hamd aytishinglar kutilgan bir jonliq silimi va asli vazifangiz shu. Asli mukammal hamda sana vazifani, ubudiyat vazifasini ado qilishga tegishli bo'lgan sizlar, aqlliq irodasi bo'lgan sizlar. Ammo jini yo'q, irodasi bo'lmagan maxluqotni mukammal shaklda ado qiladi. Ammo sizlar mushu dunyoda shunchalar bir mukammal qonuniyat tursa, bu dunyoning ilmiy yuzini sizlar tushunmayapsizlar. Bu sizlarning gunohinglar deydi. İnnehu kana haliman g'afura. Ya'ni tushunmayapsizlar, asli jazolanishinglar kerak. Allah jazolamayapti. Chunki Allah halimdir, bek eg'ir basiqdir, g'afurdir, mag'firat qilg'uchidir. Allah sizlarni ash aqlni berib, irodani berib, ashunda qobiliyat yaratib bo'lib, aningdan keyin bu olamni butun ilmiy hikmat bilan to'ldirib, aningdan keyin jonsiz va jonsiz, aqlliq va aqlsiz hamma narsaga ibodat qil deb ibodat amrini bersa, sizlardan boshqa hamma narsa mukammal ibodat qilyotidi. Siz shu qonuniyatni tushunmagachga g'aflat ichida o'tib ketib borasizlar. Asli jazolanishga tegishli kishisilar mush dunyoning ilmiy yuzini o'qimaganliging uchun, mush dunyodagi ilmlarni va hikmatlarni tushunmaganliging uchun deb Alloh bu oyat shunday deydi. Qarindoshlar, bir yerda yoki bir narsa sistema bo'lsa, ham yerda sistem bor dedik-ku. Bir yerda sistema bo'lsa, u yerda nizom va intizom bor demakdir. Chunki nizomsiz, intizomsiz sistema qo'g'ilolmaydi. Nizom va intizom bu yerda aql, iroda bor degan gap. Chunki aql bo'lmagan yerda, iroda bo'lmagan yerda nizom bo'lmaydi, intizom bo'lmaydi. Bir yerda aql, iroda bo'lsa, u yerda ilm, hikmat bor degan gap. Chunki aql bu yerda ilm, hikmat bo'ladi. Qarindoshlar, ilm bir nurdur. Mush dunyoga Allohning qo'yib qo'ygan ilmi, mush dunyoning ilmiy yuzi bir nurdur. Biz hozir ilm fan deb ataymiz-ku. Bu bir nurdur. Shundaq bir nurdurki, bu nur inson aqlini o'ziga jalb qiladi. Har qanday insonni o'ziga jalb qildi bu ilmlar. Alloh taolo insonga aql bergan bo'lsa va bu dunyoda atrofimizni ilm, hikmat bilan to'ldirgan bo'lsa, Alloh bizni bilimlik bo'lishga chaqiradi degan gap. Bu ilm orqali bir narsalarni tunib yetishimizga da'vat qiladi demakdir. Allohning insonlarga ilm o'qishni farz qilishining va tunji nozil qilgan oyatning o'qi deb boshlashining sababi shu. Chunki bu dunyodagi butun ilmlar Allohni tunishtiradi. Demak, bu dunyoning ilmiy yuzi bizni Alloh bilan tunishtiradi. Texmo aniq qilib aytganda, Alloh taolo bizning o'zini tunishimizni xohlag'achqa. Alloh o'zini bizga
bu dunyodagi ilmlar aynikida ko'rsatishni xohlagan va bizga bu dunyoni to'g'ri va mantiqliq o'qishni farz qilgan. Chunki biz tuproqdan yaratilgan oddiy bir maxluq bo'lg'achqa, oddiy moddadan yaratilgan bo'lg'achqa, o'qimasak saviyamiz oshmaydi. Bilimimiz oshmaydi. Shu Odam alayhissalomni yaratib butun asma sifatni o'tib etishning sababi shu. Odam alayhissalomga va uning avlodiga bu qadar qobiliyatni berishning sababi shu. Bu qadar keng mingni berishning sababi shu. O'qimasak irfonimiz oshmaydi. O büyük Allah'ın haqiqiy mohiyati to'g'ri tunayolmaymiz o'qimasak. Allah'ni to'g'ri tunayolmasak, uni loyiqida suyanmaymiz. Tunamagandan so'ygili olmaydi. Loyiqida suyanmasak, loyiqida qadrini bilolmaymiz. Allah'ni loyiqida qadrlamasak, qarindoshlar nima bo'ladi? Allah hech bir ziyon tortmaydi, ammo biz ziyon tortamiz. Chunki biz Allah'ni loyiqida qadrlamasak, ulug'lamasak, aslida biz o'z qadrimizga va qimmatimizga yetolmaymiz. Shundaqla Allah ko'zlagan va kutgan maqomimizga yetolmaymiz. Shuning uchun biz o'zimizni qadrli qilish uchun va o'zimizni Allohga muxotab bo'lish maqomiga yetkazish uchun bu dunyoni va bu dunyodagi ilmlarga yushiringan Allohning ism sifatlarini o'qishga majbur. Agar biz bu dunyodagi ilmlarni Allohga bog'lagan shaklda o'qimasak, o'zimizga o'zimiz uval qilgan bo'lamiz va o'zimizni o'zimiz vayron qilgan bo'lamiz, qarindoshlar. Demak, bu dunyoning ilmiy yuziga yaratquchi Allohning ism sifatlari yushiringan bo'lg'achqa, bu dunyo biz uchun shunday qimmatlikki, shunday buyuk bir ne'matki bu dunyo. Bu dunyoni musulmoncha to'g'ri o'qisak, bu dunyo bizni a'loyi illiyinga chiqaradi. Agar bu dunyoni yaratquchi Allohdan ayirib, materializmchilar kabi xato o'qisak, bu dunyo bizni asfala safilinga apuradi. Bu a'loyi illiyin, asfala safilin degan ikki atalg'u. A'loyi illiyin eng yuqori maqom degan gap, asfala safilin degan eng tuvan chuprandiya degan gap. A'loyi illiyin jannatning Allah bilan muhatap bo'lib mungdishadigan yerning ismi, asfali safilin jahannamning ismi. Xorliq markazi, xorliq qaynog'i, manbasi. İslamiyet nazarida Allohning kalomi Qur'oni Karim oyatlari tanzili oyatlar deb ataladi, qarindoshlar. Qur'on oyatlarini tanzili oyatlar deb ataladi islomda. Va dunyo moddalari va moddalar aro sistemalarga yerlashtirilgan ilmlar va hikmatlar takviniy oyatlar deb ataladi. Biz fan bilimlari deymiz-ku, ilm fan bilimlari. Buni bizning İslamiyet takviniy oyat deb ataydi. Qur'onning oyatini oyat degandek, ilm fannimi oyat deb ataydi islom. Demak, moddani ma'nodan ayirib o'qish qanday xato bo'lsa, ilmlarni diniy va fanniy deb ayirib o'qishga o'xshashli xato. Chunki bunda qilish maxluqotni xoliqidan, mavjudotni mo'jididan ayirishga tirishqanlik bo'lib, bu faqat shunday xato o'qiganlarga zarar beradigan buzuq bir o'qish usulidir. Buzuq bir o'qish usulidir. Agar bu koinot kitobini o'qigan kishi bu kitobdagi har ilmni Allohning u ilmga munosabatlik asma va sifatlariga bog'lab o'qisa, bu ilmlar u kishi uchun shundoq bir nurga aylanadiki, bu kishi bu nur orqali u ilmlarga yushiringan Allohning ism sifatlarini ko'ra oladi. İnsanning ma'rifati oshadi, irfoni yuksaladi, Allohning san'atini ko'radi. Bu o'qish jarayonida Allohning qudratini ko'radi, Allohning ilmini ko'radi, Allohning hunurini ko'radi, Allohning marhamatini ko'radi. Chunki bizning manfaatimizga uyg'un qilib yaratganlik bu sistemalar. Allohning mehri shafqatini ko'radi. Natijada Allohni tunib, ariflik maqomiga yetadi. Dunyoning bu ilmiy yuzi Allohning insonni yaratishdagi g'oyasiga bevosita xizmat qilg'achqa va bek muhim bo'lg'achqa,
Allah'ның düşmanları bo'lgan şeytanlar ve şeytani sistemalar davamlıq dünyanın bu ilmi yüzüge buzgunçılık qılıp kelmekte. Ve bu dünyadaki ilimlerini insaniyetin menfaatiga uygun bulmagan şekilde kullanıp kelmekte. Ve bu ilimlerini kullanıp insaniyetke suikast qılıp kelmekte. Şundaqla insanların bu suikastlarını bilip kalması için bütün mekteplerde dünyanın bu ilmi yüzünü yuşurup kelmekte. Bu dünyanın ilmi yüzünü o pen mekteplerde tapkılanmaydı. Çünkü yuşurdu. Sistem yuşurdu. Demek bu dünyanın ilmi yüzü insan için şundak mühim ki insan bu yüzü arkalık Allah'ını tanıydı. Allah'ın barlığı ve birliğine işiniyordu. Hatta Allah'ın barlığı ve birliğini ilmi yol arkalık ispatlaydı kardeşler. Bu dünyanın ilmi yüzüge dağ düşürüvatkanlar humanizmçılar ve materyalizmçılar bulup ve de humanizm degen uyg'urchalashtırgan vaqtimizda insonparast degan gap. Butparast desek butqa cho'qindiganlar deb tarjima qilamiz-ku. İnsonparast degan vaqtimizda ismni insonparast deb qo'yib olib, xuddi insonga xizmat qiladigandek ko'rinib, amaliyotda shaytonga xizmat qiladigan, o'zini Odam alayhissalomning naslidan deb qaramay, shaytonning naslidan deb qaraydigan, bu dunyodagi insonlarni o'zi uchun xizmat qilish uchun yaratilgan deb qaraydigan insoniyat dushmanlarini humanizmchi deymiz. İsmini chiroyli qo'yib olgan bilan qilayotgan xizmati insoniyatga dushmanlik qiladi. Shu Xitoy shuning beshida bor. Ya'ni materializmchilar. Xitoy yana shu materializmchilarning beshi, dinsizlarning beshi. Bularning maqsadi bu dunyoda Allohdan ayirib etib, insonni merkez qilgan asosda shaytonga cho'qinish bo'lg'achqa, bütün şeytani kuchlarni birlashtirib, bu dunyoning ilmiy yuzini ilm va bilim nomli jaholat chumpardilar bilan to'sib olmoqda. Ilm deydi, bilim deydi, ammo ilm va asli haqiqiy bilimlarni to'sib olmoqda. Bu materializmchilar o kadar hayasız ve yüzsüzleşti ki, addi bir serengenin, mesela bir serengenin, bir yağaçka patroplam yazısı bulduğu nemi o? Bir serengenin işlep çıkargıcısını sorsanız memnuniyetle karşı alıyordu. Her serengeni kim işlep çıkardı dediyseniz palanı, zavut, püstaniyedeki püstani deydi. Mesela bu serenge pek addiyken kim işlep çıkarmagandı akçan. Özlükten bulap kalgandı deyseniz, yok, özlükten bulap kaldığı iş yok. Bunu bir adam işlep çıkarması bulmaydı deydi. Mektep buldu şunu öğütüdü. Ama bu kainatını kim yarattı deyip sual sorsanız bulmaydı. Çünkü bundak suallar çeklengen bütün mekteplerde. Ulana mektebide. Ama İslam bütün emri fermanları da dünyadaki bu ilimlerini okuşka, bu arkalık Allah'ını tanışka ve dünyadaki bütün ilimlerini insaniyetinin dünya ve ahiretlik bəxt, saadet için kullanışkı buyuruyordu. Şundakla bu dünyadaki ilimlerini Allah'ını inkar kılış için kullanışını ve insaniyet bəxt, saadetiga xilaf halda kullanışını çekleydi. Şunun için ilim fenning her kandığı terakki kılıp bir narsa işlep çıkarmakçı olsa, işlep çıkarılgan mahsulat insaniyetning menfaatiga bo'lsa, İslam qo'llaydi, alqishlaydi. Agar har qanday mahsulot insoniyatning ziyniga bo'lsa, uni cheklaydi, uni qo'llamaydi. Bu dunyoning ilmiy yuzini ta'tir va qonunsiz qo'llanib, insoniyatga zarar berayotgan ve şeytanga xizmat qilayotgan buzg'unchilar bor. Bu buzg'unchilarning eng beshida Xitoy tajovuzchilari bo'lib, ilim fandin olgan bütün kuchini, bütün dunyoni ishg'ol qilish qariniyatini amalga oshirish uchun qo'llanmoqda. Xitoy tajovuzchilari unda taraqqiy qildik, bunda taraqqiy qildik deganga aldanmayli. Xitoy taraqqiy qilyapti, ammo taraqqiyotni bütün dunyoni ishg'ol qilish uchun taraqqiy qildiryapti. Bu qariniyatning amalga oshishiga birdan bir to'salg'i bo'layotgan omil musulmon Sharqiy Turkiston xalqi bo'lg'achqa, oldi bilan Sharqiy Turkiston xalqini tal-tukis yo'q qilishni planlab, Sharqiy Turkiston xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyatini boshlab etdik deyman.
va bu jinoyatni yushirish uchun Sharqiy Turkistonning boyliqlarini xalqaroni aldashga ishlatayotidi. Xitoy tajovuzchilarining bu yovuz niyatini bitib qila oladigan birdan bir yo'l, qarindoshlar, Sharqiy Turkiston xalqining dunyoning ilmiy yuzini tunib yetib, ilmlarni diniy va fanniy deb ayirmasdan Allah buyurgan shaklda ilm olishga atlanishimizdir. Biz Sharqiy Turkiston xalqining ilm olishga atlanishimizdir. Chunki Allah bu dunyodagi ilmlarni yaxshi o'rganib, Allahni tonisin, zulmga qarshi chiqsin, o'zlarini qo'g'disin deb yaratgan bu ilmlarni insoniyatning manfaatlanishiga sungan. Ey insonlar, mana bu sistemdan foydalaninglar, o'zinglarni qo'g'danglar deb. Shaytonlarga qarshi turinglar, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turinglar deb. Agar biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklar bir millat sifatida birlik hosil qilib ilm-fanga atlansak, ya'ni bu dunyoning ilmiy yuzi bo'lgan ilm-fanga atlansak, qisqa zamonda cho'qim Xitoy tajovuzchilaridan eshib ketalaymiz. Chunki biz chet eldagilar ma'rifimizni hozirgi zamon ilm-fan saviyasida boshlay olamiz. Biz masalan keyin qoldik deb, 100 yilning oldidagi, 200 yilning oldidagi ma'rifdan boshlamaymiz-ku o'qishimizni. Qaysi davlatda yashayotgan bo'lsak, shu davlatdagi ilm-fan taraqqiyoti Xitoydan to'g'ri emas. Yoki Xitoyga yetib qo'pa. Ashadan boshlag'achqa kuchsak biz ilm-fanning yuqori pallasiga chiqaman. Bu Allah'ның yaratgan bu qonuniyatidan foydalanib o'zimizni qutqizamiz deydigan niyatga kelib ilm-fanga atlansak, hozirgi mavjud saviyadan boshlaydigan bo'lg'achqa Xitoydan eshib ketish tamoman mumkin, qarindoshlar. Buni qila olish uchun oldi bilan qulluq zanjirini, ruhimizni chirmib olgan qulluq zanjirini pachaqlab tashlashimizga to'g'ri keladi. O'zimizga ishonishga to'g'ri keladi. Eynik qarab baqayli, bizmi inson. Ash taraqqiy qilgan millatlarning badani qanday bo'lsa, shu badan, shu ruh, butun xosiyatlar bizda bor. Bizmi qila olamiz uni. Faqatlam Xitoy mingimizni yuvib, manqurtlashtirib o'tkachga, o'zimiz ishonmaydigan qilib o'tkachga mushalga tushib qoldik. Yetarlik uxladik, qarindoshlar, uyg'onayli. Uyg'onayli, ilm-fanga atlanayli. Allah bilan tunishayli. Allah'ning ne'matini to'g'ri yo'lda qo'llanayli. Allah yordam qiladi, qisqa zamonda Xitoylardan eshib ketish tamoman mumkin. Bugungi suhbatimiz shagichi bo'lsin. Keng kurashkicha omon bo'linglar, qarindoshlar. Bu ulug' Ramazon oylaringlarda qilayotgan duolaringlar qabul bo'lsin, ibodatlarimiz qabul bo'lsin. Duo, istig'forlarimiz, tövbelerimiz qabul bo'lsin. Allah hammamizdan rozi bo'lib, mushu Ramazon ichida bir gunohlarimizdan qutulib ketishga Allah nasib qilsin. Allohga emanet.